Labubu. Kattalarimiz orasida shunday o'yinchoq paydo bo'lgan ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz. O'tgan yili Yaponiyada bo'lganimda aksariyat yoshlar sumkasiga mana shunday o'yinchoqlarni ilib olishganini ko'rgandim, lekin buni aynan Labubu ekanligini bilmagandim. Endi hozir ko'rsam poytaxtimizda ham aksariyat yoshlar mana shunday o'yinchoqlar bilan O'ynishyapti. Shunaqa o'yinchoqlarni taqib yurishibdi, aksessuar ko'rinishida. Bu aslida nima? Bu bilan nima deyishmoqchi va bu qanday o'yinchoq o'zi? Navbatdagi lavhada bilib olamiz. Murod Berdiyevga mikrofon tutamiz. Labubu 2025-yilning eng trend darajasiga chiqqan yumshoq o'yinchoqlardan biri. Asosan kalitlarga yoki sumkalar uchun osma bezak sifatida sotilayotgan mazkur o'yinchoqlarning narxini eshitib, yoqa ushlashingiz aniq. Jahon bozorida Labubuning narxi katta kichikligiga qarab o'rtacha $18 dan $170 ming gacha. Qaysi aqlli odam birgina o'yinchoq uchun buncha pul sarflashi mumkin deyapsizmi? Adashasiz. Labubu o'yinchog'ini xarid qilish maqsadida xorijda odamlar ko'chalarda soatlab navbat kutishmoqda. Xo'sh, birgina o'yinchoq qisqa vaqt ichida butun dunyoda qanday qilib bu darajada ommalashdi? Avvalo, to'g'ri o'ylangan marketing va mashhurlar yuzidan foydalanish. 2015-yilda Xitoyning Pop Mart kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Mahluqlar nomli multfilmning ma'lum bir seriyalariga yangi obraz sifatida qo'shilgan Labubu shu paytgacha shunchaki mult qahramon sifatida qolayotgandi. Lekin kompaniya bu obrazni o'yinchoq ko'rinishida ishlab chiqardi va uni Janubiy Koreyaning eng mashhur guruhlaridan biri Blackpink a'zosi Liza orqali reklama qildi. Shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda dunyoning eng taniqli insonlari ham Labubu o'yinchog'ini sumkasiga osib olgani aks etgan rasmlar paydo bo'la boshladi. Qarabsizki, qisqa vaqt ichida ishlab chiqaruvchilarning savdosi ham, ketmoni ham uchdi. Labubu o'yinchoqlari bugungi kunda O'zbekiston bozorlariga ham allaqachon kirib kelishga ulgurgan. Trenddan qolmay deya uni xarid qilishga shoshilayotganlar ham talay. Lekin ushbu o'yinchoqning inson psixologiyasiga salbiy ta'siri haqida sotuvchilar ham, xaridorlar ham o'ylashmayapti. Qo'g'irchoq bilan bola uxlaydi, birga yotadi, birga u bilan gaplashadi. Endi qarang, yarim tunda uxlab yotgan bola uyg'onib qolsa, yonida o'shanday bir qo'rqinchli, vahshiy tusga ega bo'lgan o'yinchog'i turgan bo'lsa, unda avtomatik ravishda juda katta qo'rquvlar shakllanib ketadi. Biling, bu qo'rquvlar har doim ham yaxshi oqibatlarga olib kelmaydi. Qo'rquvlar bolaning ruhiyatida turli xil kasalliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Eng xavflisini aytaman, qandli diabet kasalligi. Juda ko'p o'sha o'yinchog'idan qo'rqqan bolalar yoki kechqurun uxlayotgan paytda o'yinchog'im yurib kelyapti deb vahima bilan ota-onasining oldiga kirib yotib olgan bolalar yoki o'sha o'yinchog'ini ko'rsa unda qandaydir bir dahshat paydo bo'layotgan bolalar, o'yinchog'i tufayli ishtahasini yo'qotib qo'yib, umuman ovqatlanishni xohlamay, gapirmay qo'ygan bolalar ham amaliyotimizda bor. Hozir mana bu korobkada 6 xil rassiyutkasi bor. O'sha ichi sekret qilingan. Qanaqa chiqishi noma'lum. O'yinchoqning salbiy jihatlaridan yana biri aynan mana shu, ya'ni uning blind box shaklida ishlab chiqarilgani. Rossiyalik mutaxassislarning fikricha, bu bolalarni va o'smirlarni turli tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarga, masalan, qimorga undashi mumkin. Bundan tashqari dunyoning qator mamlakatlari Labubuni milliy qadriyatlarga zid ekanligini ta'kidlagan. Bizda bu borada hamyurtlarimizning fikrlari qanday? Mana shu o'yinchoqdan nevaralaringizga yoki farzandlaringizga olib bergan bo'larmidingiz? Yo'q. Nima olib bermayman. Qarang, strashni bolalar qo'rqatdi bundan. Bir xunuk ko'rinishlari, qo'rqinchli, o'jiz. Qanaydir bir yoqmadi-da, bunaqa yovuzmi, bir ko'rinishda mehrliroq o'yinchoq olib bergan bo'lardim-da. Yo'q, olib berma. Yo'qan yo'q. Og'zilari ham xunukroq ekan. Sotib olgan bo'larmidingiz shu o'yinchoqni? Yo'q. Sizga sotib olgan bo'larmidingiz? Bo'ladi, lekin normal. Ha, farzandlaringizga sotib olgan bo'larmidingiz? Yo'q. Bu dahshat-u, tishlari ham bunaqa bo'lib, xunuk bo'layotibdi-yu. Keyin bir ish buyursangiz ham sizga qarab unaqa qiladi. Buni bir ijobiy, bir chiroyliroq anaqasi bo'lsa, olib yursa bo'ladi. Buni olganda qo'rqadi, bu shaytonga o'xshaydi-yu. Odamlar orasida Labubu o'yinchoqlarning ommalashishi jiddiy xavfga aylanmoqda. Rossiyalik deputatlar uni psixologik tahdid deb atashdi va o'yinchoq sotuvini mamlakat hududida cheklashni taklif qilishmoqda. Negaki aynan ushbu o'yinchoqni sotib olish uchun do'kon oldida turgan xaridorlar navbat talashib, mushtlashib ham ketishgan. Sotuv binolarida esa mayda bezorlik va o'g'irliklar soni ortgan. Bitta narsa bor, ijtimoiy tarmoqda bir mashhurroq odam chiqib bu o'yinchoq mana shu zo'r ekan desa, bizda shunaqangi bir tushuncha borki, ergashib ketamiz.
Oqibatini o'ylamaymiz va biz tahlil qilmaymiz ko'p holatlarda. Nimaga olib keladi bu? Ota-onalar farzandlariga qo'g'irchoq tanlayotgan paytda, o'yinchoq tanlaydimi? Nima tanlayotgan paytda birinchi navbatda uni rangiga, tashqi didiga va uni man targ'ib qilayotganiga e'tibor qaratishlari shart. Yoki shafqatsizlikni targ'ib qiladigan yoki tashqi go'zallikdan xoli bo'lgan qahr bilan, g'azab bilan yaratilgan o'yinchoqlar albatta xuddi shu jarayonni bolalarning ruhiyatida ham aks etadi. Ko'rinishi vahshiy maxluqni eslatuvchi, o'tkir tishli va chaqchaygan ko'zlari bilan yovuzlikni targ'ib qilayotgan Labubu kimdir uchun shunchaki o'yinchoq bo'lishi mumkin. Lekin uning bunday ko'rinishi kichik yoshdagi bolalarda qo'rquv, xavotir va tushunarsiz hissiy holatlarni uyg'otishini unutmaslik zarur.